Og'ir mavzu, ammo gapirmasak bo'lmaydi. Narkotik moddalar savdosi jamiyat uchun eng xavfli jinoyatlardan biridir. U minglab yoshlarning hayotini barbod qilib, oilalarni porakanda qiladi. Bu illat insonni sog'lig'idan, kelajagidan va orzularidan mahrum etadi. Narkotik savdosi orqali topilgan pul hech qachon baxt keltirmaydi, aksincha fojia va o'limga olib boradi. Giyohvandlik, jinoyatchilik va zo'ravonlikning ko'payishiga sabab bo'ladi. Farg'onada zahri qotil savdosi bilan avval ham qo'lga olingan, ammo xatosidan xulosa chiqarmagan ayol bu yo'lga yana kirdi. Ayol, avvalo ona, jamiyat uni muqaddas deb qadrlaydi, ammo afsuski bugun ayrim holatlarda nozik xilqat nomi jinoyat degan xunuk ibora bilan yonma-yon tilga olinmoqda. Oltiariq tumanida tug'ilib, Marg'ilon shahridagi Do'stlik mahallasida istiqomat qilgan ushbu ayol avval ham giyohvand moddalar savdosi bilan bog'liq jinoyati uchun ozodlikdan mahrum etilgan edi. Tayinlangan 6 yillik jazo muddatini ma'lum qismini o'tagach, ayol ekani va voyaga yetmagan farzandlari borligi inobatga olinib, u afv etilgan. Biroq to'rt devor ortidagi iztirobli kunlar, oila va yaqinlardan judolik uni to'g'ri yo'lga qaytarmabdi. Afsuski, u yana jinoyat ko'chasini tanladi. Navbatdagi jinoiy harakati esa yana giyohvand moddalar savdosi bilan bog'liq. O'zi boshi berk ko'chada darbadar kezgani kamdek, jirkanch qilmishiga voyaga yetmagan farzandlarini ham guvoh qilgan ayolning qo'l sumkasida qaysidir manzilga olib ketilayotgan 1497 gram, ya'ni 1 kilodan ortiq gashish giyohvandlik moddasi agar o'z vaqtida to'xtatib qolinmaganda bir nechta yuzlab oilalarni parokanda qilardi. Sud materiallarida qayd etilishicha, tadbir jarayonida uning yonidan shuningdek 29 gram ko'knori somoni giyohvandlik moddasi ham topilgan. Davlat xavfsizlik xizmatining Farg'ona viloyati boshqarmasi xodimlari tomonidan o'tkazilgan tezkor tadbirda u Qo'shtepa tumani hududidan yo'lovchi avtomashinada Oltiariq tumani tomonga harakatlanayotgan vaqtida ushlangan. Tadbir jarayonida undan 2 turdagi giyohvandlik moddasi hamda kichik hajmdagi elektron tarozi daliliy ashyo sifatida olindi. Jinoyat ishlari bo'yicha Qo'shtepa tuman sudida ushbu ish yuzasidan to'plangan dalillar, guvohlar va xolislarning ko'rsatmalari asosida jinoyat to'liq isbotlandi va unga jazo muqarrarligi ta'minlandi. Jinoyatchilar bo'yicha Qo'shtepa tuman sudining hukmiga ko'ra Haydarova O'g'iloy O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 25 orqali 273 moddasi 5-qismi va 276 modda 2-qismi AB bandlari bilan aybli deb topilib, Jinoyat kodeksining 59-moddasi 3-qismi tartibida jazolarni qisman qo'shish yo'li bilan uzil-kesil 10 yil 1 oy ozodlikdan mahrum jazosi tayinlandi. Nafsiga qo'l dardi faqat pul bo'lgan bunday shaxslar halovat deb bilgani beo'xshov bu harakat qanchadan qancha oilalarning behalovat kunlariga sabab bo'lishini anglab yetmaydi. Ammo haqiqat bitta, ko'za-kunda emas, kunida sinadi. Ayni kunlarda Farg'ona viloyatidagi huquqni muhofaza qiluvchi idoralar tomonidan giyohvandlik vositalari bilan bog'liq jinoyatlarni oldini olish, ularga qarshi qat'iy kurashish choralari kuchaytirilgan tarzda davom etmoqda. Bu kun Maftuna Mamasizikova, Abdulloh Rashidov, Farg'ona.